Bu videoda qishlog'imizda lazer bilan o'ralgan pullar paydo bo'lib qoldi. Buni kim qilgan bo'lishi mumkin? Buni video davomida bilib olamiz. Agar video sizlarga qiziq bo'lsa, oxirigacha ko'ring. Va barchangizga salom. Sizlar bilan birgalikda bugun men Frenzy va mening kanalimga xush kelibsiz. Do'stlar, sizlar bilan ko'rishganimdan juda ham xursandman. Bu men Frenzyman, tanigan bo'lsanglar, albatta bugungi videomiz juda ham ajoyib bo'ladi degan umiddaman. Do'stlar, sizlar bilan anchadan beri ko'rishmadik va do'stlar, mana buni qaranglar. Bizning qishlog'imizda qorlar yog'moqda. Bu nimasi? Bizda bugun katta yangilik bormi deb o'ylayapman. Hozir bu narsa nimaligini ko'ramiz. Men boya uyg'onganman to'g'risi, hali hech narsani ko'rganim yo'q. Prosta kompyuterimda ozgina o'tirdim va sizlar bilan kamerani yoqib salomlashdim. Ha. Do'stlar, meni sizga bo'lsangiz, men albatta Frenzy va mening kanalimga xush kelibsiz. Do'stlar, men doim sizlarga aytaman, tekinga reklama qilib beraman sizlarga deyman. Shuning uchun mana shu videomizga like bosing, obuna bo'ling, komment yozing va men sizlarni bir kishini aniqlab 3-4 kishini aniqlab, o'shalarni men obunachini 1000 ta qilib beraman, agar 1000 ta bo'lmagan bo'lsa. Agar 10 ta obunachi istasangiz 10 ta. Avvalo men kanalimda 1000 ta obunachi bo'lishi kerak. Ha, davay do'stlar, shuning uchun meni tezroq 1000 ta obunachi qilib qo'yamiz. Bugungi fermerlik ishlarimizni ham qilishimiz kerak, lekin mana bu narsa meni qiziqtiryapti. Mana bu narsa nima, do'stlar? Voy, chin ursin, bu narsa nima? Jitelar buni ko'rdimikin? Bu nima? Voy, chin ursin. Qani bunga kirsak bo'ladimi? Bu lazermi, tushunmadim. Voy, jin ursin. Oyog'im elektr tok urdi. Oyog'imni elektr tok urib oldi, do'stlar. Bu juda ham tushunarsiz. Buni buzib bo'lmayapti. Bu baryermi deyman? Mana bu buzilar ekan. Yoki bu pul. What? Kirib keta olamanmi? Kirib ketdim-ku. Lazerni osongina buzib ketdim. Do'stlar, lazerni men juda ham osongina buzib ketdim. Yoki bu tuzoq bo'lishi mumkinmi? Agar men hozir uni ichiga kirib, birorta pulni buzib, uni olsam, balki men lazer qattiq urishi mumkin. Lekin men buni bilmayman. Lekin avvalo men mana bu yerni suvlardan muz bo'lib qolganligi uchun bizda qor yog'yapti. Yangi yil yaqinda kirib keladi, do'stlar. Shuning uchun mana ularni olib chiqishim kerak. Bu yoqda yo'q ekan. Suvlar juda ham muzlab qolgan, shuning uchun suvlarni jin ursin ochib chiqamiz, muz bo'lib qolganlarini va biz mana bu joyga o'tamiz. U yerda nima bo'lishi mumkin? Do'stlar, u pullarni men olib olishim kerak. Lazerdan uralgan, tushunyapsizlarmi? Lazerdan jin ursin, men bu yerni buzib yubordim. Lekin bu tuzoq bo'lishi mumkin. Shuning uchun menda kerakli narsalar ham yo'q. Jitlarni chaqirishim kerak. Jitlar birortasi bu narsani ko'rdimikin? Bu yerga men kira olmayman, chunki agar kirsam shuni bilamanki, agar men bu yerdan nimadir kirib sindirsam, meni elektr tok urishi mumkin. Shuning uchun do'stlar, biz nimadir o'ylab topishimiz kerak. Mana bunday kirganimda kirmadi. Mana yana sizlarga ko'rsataman, kirmayapti, to'g'rimi? Mana bu esa lazer. Bunga tegib ketmaslik kerak. Mana kirmayapti. Ammo nega? Teshiklardan kirmayapti. Tepadanchi. Lekin tepani buzib kirsakchi, yo pastdan kirsakchi, yo pastda elektr yo'qmikin? Pastga elektr o'rnatilgan bo'lishi kerak, katta ehtimol bilan. Chin ursin. Nima? Bu yerda g'or bor ekan. Bu yerda demak elektr bo'lmasligi mumkin. Shuningdek, men bu yerdan tezroq chiqib ketaman. Men bu yerda g'or borligini bilmas edim. Bu yerda kattagina g'or bor ekan. Va demak, bu yerda hech narsa yo'q bo'lsa, men bu yerni pastdan buzib kirsam bo'ladi, shundaymi? Va menimcha shunday. Lekin tepada pul yo'qmikan? Yo'q, men xato joyga kiribman. Va men mana bu yerdan kiramanga o'xshaydi. Bu nima? Menimcha men to'g'ri yo'lni topdim. Agar men mana shu yerga kirib, pullarni olib olsam, do'stlar, juda ham ajoyib. Pastdan sindirsang meni tok urmaydi, lekin menda kirka-pirka hech narsa yo'q. Pastdan sindirar ekanman demak. Men tezroq bu yerdan chiqib ketishim kerak. Menga bloklar kerak bo'ladi buning uchun. Bu yerni emas, mana bu yerlarni sindirar ekanman. Tezroq bu yerdan chiqib olishim kerak. Bu g'or juda ham qo'rqinchli, do'stlar. Va men tezroq chiqib oldim, uyimdan kirkalarni olib kelaman va men mana bularni pullarni olib shahardan mashinalarni, uylarni olib olaman. Boshqa kiyim bu, hammasi sayyor. Biz endi bu yerlarni sindirib, bemalol ichidan narsalarni olib ketsak bo'laveradi. Do'stlar, va biz mana bu yerga chiqamiz.
biz bu yerdan ehtiyotkorlik bilan sindirishimiz kerak, chunki bizni urib yuborishi mumkin tok. Yonidan qo'lim tegib ketsa, bular meni tok uradi. Shuning uchun pastdan qazyapman, meni ura olmaslik uchun. Bu yerga chiqsang, aniq meni oyog'im tegsa, bu yerga kimningdir oyog'i tegsa, do'stlar, aniq bu yerda tok uradi. Chunki men bu narsa, bu ishda qo'riqchilik sohasida ishlaganman. Bu narsani men juda yaxshi bilaman. Shuning uchun ehtiyotkorona harakat qilishimiz kerak. Ammo pullarni olib bo'lmayapti. Yaqinroq borishimiz kerak. Qo'lim tegib ketmasligi kerak faqat. Aha, yaxshi do'stlar, men ichdaman, o'ylayapsizlarmi? Qanday qilib millionerda baribir miyasi ishlamaydi. Buni boy inson qilgan. Men buni aniq bilaman. Qaranglar, life hack. Agar bu mana bu yerda bo'lsa, men Minecraft kirmaganimga ancha asrlar bo'lib ketgan, Minecraft o'ynamayotganimga, lekin o'xshashi kerak. Bu yerga qilsam, hammasi yig'ilishi kerak demoqchi edim. Hammasi yig'ilmas ekan. Ay, jinursin. Bunda men bularni qanday yig'ishim mumkin? Yig'sam bo'larmikin hammasini birdaniga? Lekin unday bo'lmayapti. Jinursin, demak men buni yaqiniga borishim kerak. O, lazerga tegib ketishim misol qoldi. Jinursin do'stlar, lazerga tegib ketay dedim. Men agar bu yerga hozir bitta oyog'imni qo'ysam, men o'ldim hisob do'stlar. Shuning uchun ehtiyot bo'lishimiz kerak. Menga muhimi diamond kerak, emerald emas. Jinursin, tezroq bu yerdan chiqib ketkim kelyapti. To'g'risi bu yerdan juda ham qo'rqyapman. Tezroq. Oyog'im tegmasin faqat. Aha, yaxshi. Bu oxirgisi deb o'ylayman. Mana bu yerda pullar bor ekan, tezroq pullarni ol. Jinursin, mana bu yerda ham pullar bor. Bularni olamiz. Va do'stlar, bu yerdan ketishimiz kerak. Men chiqadigan joyim qani? Do'stlar. Chiqadigan joyim qani? Do'stlar. Qani, pastdagi g'or qani? Bo'lishi mumkin emas. Qanday qilib past boyagi g'or qayerga yo'qoldi? Bu yerlarni buzib bo'lmayapti. Do'stlar, iltimos yordam bering. Bu yerlarni buzib bo'lmayapti. Men tuzoqqa tushdimmi? Nahotki men tuzoqqa tushgan bo'lsam, mana bu yerlarga oyog'imni qo'ysam, men o'laman. Bo'lishi mumkin emas. Men hech qanday videoni stop ham qilganim yo'q. Men o'zim videoni montaj qilib bunday ishlar qilganim yo'q. Do'stlar, ko'rdingiz o'zingiz. Agar meni yaxshi odam, montajni tushunadigan odam ko'rsa, men hech qanday montaj qilganim yo'q. Qanday qilib men bu yerda qolib ketishim mumkin? Mana bu yer o'z-o'ziga yopilib qoldi. Qani, qayerga yopilib qoldi? Tushuna olmayapman. Men chiqadigan joyim qani? Bo'lishi mumkin emas. Do'stlar, men qayerdan kirgan edim? Jinursin. Do'stlar, men chiqishim kerak. Endi nima qilsam bo'ladi? Ey, menga qarang. Yordam. Iltimos, yordam beringlar, iltimos. Jinursin, yordam. Bu yerda nima qilyapsiz? Bu yer xavfli-ku. Men bilmasdan bu yerga kelib qoldim. Tushunolmayapman. Mana hamma pullarni berib yuboraman. Bu yer juda ham xavfliligi uchun men bu pullarni olib ketdim. Tushunyapsizmi? Bu yerga odamlar kirib ketmasin. Nima deydi? Tasavvur qilyapman. Bu yerga odamlar kirib, jitirlar bu yerda tuzoqqa tushmasin deb qilyapman. Chunki men qo'riqlash xizmatida ishlaganman. Shuning uchun bular tushmasin deb mana bu pullarni olib tashlayapman. Tushunyapsizmi? Bu yerga tushsa ular o'lib ketishadi. Mana bunday tuzoqlar bor bu yerda. To'g'ri aytasiz. Biz sizni hozir qutqarib olamiz. Rahmat. Qanday qilib siz bu yerga tushdingiz? Menga shuni ayting. Men yer ostidan mana bu yerdan tushgan edim. Ajoyib, lekin bunday qilish juda xavfli-ku. Nimaga bunday qildingiz? Men shunchaki aytdim-ku hozir sizlarga, mana shu jitirlar kelib o'tirmasin, bu tuzoqqa tushmasin deb. Chunki men bu narsani juda yaxshi bilaman. Chunki men qo'riqlash xizmatida ishlaganman. Mana shunday xavfli narsalarni qo'riqlaganman. Yaxshi. Bizga barcha pullarni topshirishingiz kerak. Siz birovning mulkini o'zlashtirishingiz mumkin emas. Bu davlatning mulki. Hozir maylimi? Mayli. Do'stlar, bir ikkitasini o'zimga olib olishim kerak. Bitta. Mana men obunachilarim bilan gaplashdim, to'g'risini aytsam, va hammasini saralab oldim. Barcha pullarni, mana shuncha izimrud, mana shuncha pul, mana hammasi sizga, bitta ham cho'ntagimda qolmadi. Hammasi sizga berdim. Bo'ldi, menda umuman qolmadi. Uyimga ketsam bo'ladimi? Albatta. Rahmat sizga, jitirlarni o'ylaganingiz uchun. Rahmat. Do'stlar, tezroq qochishimiz kerak. Mana g'oyat zo'rg'a chiqib oldik bu yerdan. Chishanursin bu yerni. Lekin bizda mana shuncha izimrud, mana buncha diamond, mana buncha gold, mana buncha pullar bor. Zato bizda shuncha pullar bor. Va biz bu pullar bilan bemalol narsalar olsak bo'ladi. Biz bularni sandiqqa qo'yib qo'yamiz do'stlar. Menimcha bu juda ham ajoyib bo'ldi deb o'ylayman. Albatta,
Bu narsalar sizlarga yoqqan bo'lsa like bosib qo'yinglar. Bu narsani kim qilgan bo'lishi mumkin? Millioner qilganmikin? Hayronman, bular endi nimalarni tekshiryapti? Bilmadim to'g'risi do'stlar. Bu juda ham qo'rqinchli bo'ldi to'g'risini aytsam, lekin men har pulni o'zimga o'zlashtira olmadim-da. Ular kelib qoldi. Men nimadir qilib chiqishim mumkin edi-ku. Tepaga blok bilan chiqsam bo'larmidi? Bilmayman-da, xullas, lekin oyoq qo'yish mumkin emas edi. Tushunursin, lekin mayli, shuncha pul bo'lsa ham, kamroq pul bo'lsa ham zatto olib oldim. Menimcha bugungi videomiz juda ham ajoyib bo'ldi. Shuning uchun videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Barchangizga rahmat, sizlar bilan birgalikda bugun men Frenzy bo'ldim. Xayr.